all night. She don't wanna wait on me. Malayziyadan hammaga assalomu alaykum. Bugun bizda juma kuni, sana bo'lsa taxminan adashmasa sanaga qaramadim, 17-yanvar 2026-yil bo'lishi kerak. Bugun sizlarga men YouTube kanalida mana kirib ko'rgan bo'lsangiz, endi sarlavhada ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, bir kun nima qilamiz Malayziyada? Shuni sizga ko'rsatib beraman. Xo'p, birinchi navbatda hozir bizda soat 12 dan 14 minut o'tgan va birinchi navbatda hozir ko'chaga chiqamiz sizlar bilan birga. O'zimizni universitetda ovqatlanadigan joyga boramiz, ovqatlarni ko'rsataman, narx-navosini. Undan keyin masjidga boramiz. Ya'ni juma namozi Malayziyada qanaqa o'qiladi? Mana shu narsani ko'rsataman va umumiy olganda Malayziyaning ko'chalarini ko'rsataman va yana bundan tashqari qiziqroq ma'lumotlar berib boraman. Bizdan oxirigacha ko'ring. Men hozir jumaga tayyorlanyapman, kiyinyapman. Birgalashib chiqib ketamiz hozir kiyingandan keyin. Let's go. Aytgancha Amerikan bayrog'iga ahamiyat bermaysizlar. Malayziyada turib nima Amerikan bayrog'i turibdi desanglar, prosta Amerikan bayrog'i menga yoqadi. O'zbekistonda bayrog'i bor. Vatanim. Men kiyim oldim hozir, endi birga ketamiz ko'chaga. Undan oldin sizlarga nimalar olishimni ko'rsataman. Idish tovarlarga ahamiyat bermaysizlar. Dars qiladigan joyimga qaranglar. O'zi kuniga 3-4 soat uxlayapmiz. Yangi atirlar oldim. Bu roommate'imniki. Hozircha faqat do'ppi olamiz, kepka hozir kerak emas. Rangli qalamlar, rasm chizolma, kaltga ham olamiz. Xo'p, bu yerda nima bor? So'mka qoladi. Joy namozni olmaymiz, chunki u yonimizda joy namoz bor. Endi biz chiqib ketamiz sizlar bilan. Ketdik. Do'stlar, men 6-etajda turaman. Hozir lift keladi. Mana 6-etaj. Bizda bizning etajimizda endi arablar bor, aljeriyalilar bor, bundan tashqari xitoylik, malayziyalilar bor. Hozir ko'pchilik chiqmayapti. Nimaga? Chunki bizda yanvar, martda boshida уже ekzaminlar boshlanib ketadi. O'shaning uchun hamma tayyorlanyapti. Ko'pchilik hozir tashqariga chiqmayapti. Hamma o'zining uyida. Nima qilamiz? Hozir biz ketamiz ko'chaga. Mana shu ko'rinishini ko'rsataman bizning etajni. Bu yerda Aljeriya arabliklar bor. Bu yerda xitoyliklar, bu yerda ham xitoyliklar bor. Bu yerda men yashayman, Bangladeshliklar bor va malayziyaliklarning o'zi ham bor bu yerda. Hozir lift kelib qolsa ketamiz. Bu bizning yashaydigan joyimiz. Mana bizning yashaydigan joyimiz. Bu 6-etajda men turaman. Bu yerda bo'lsa basketbol o'ynashadi. Har kuni mana shu yo'ldan yurib dars ketamiz. Mana studentlar aytganimda ekzaminga ketishyapti yoki qaytishyapti. Hozir polniy study week bo'lyapti. Bizning mana yashaydigan joyimiz, ko'chalarimiz shunaqa. Mana taksilar ham eshik tagigacha keladi mana shunaqa. Охранникlarimiz bor, u mana охранникlar turibdi. Hamma yoqda shunaqa. Bu bino bo'ladigan bo'lsa, men Instagramda ham aytganman. Hamma millatdagilarni ovqatlanadigan joylarini bitta joyga qilishgan, chunki hamma bir xil joyda ovqatlanadi. Birinchi etajda asosan halol ovqatlar bor. Halol ovqatlardan tashqari ikkinchi etajga chiqsanglar, u yerda asosan xitoyliklar ovqatlanadi. Xitoyliklarning ovqatlari non halol bo'ladi. Mana mashdan kirlari. Biz bunaqasi ketamiz. Down. Mana shunaqa ko'chib yurishadi xitoyliklar ham har doim. Ko'rinish tsamen. Bugun kun juda ham issiq. Odatdagidan ancha issiqroq bo'ldi. Menimcha bir 27 gradus bo'ldi, bilasizlar. Malayziyada qish fasli bo'lmaydi. Har doim bu yerda issiq, duchkanga payt yomg'ir yog'adi. Lekin quyoshga tavakkal qilib turib hozir men zontigimni olib chiqmadim. Lekin zontigim men olib chiqsam ham hamma olib chiqadi bor. Quyoshga ham zont ishlatishadi bular. Hayronman nimaga. Mana biz hozir keldik, asosiy bino. Hozir kiramiz shotga. Mana biz ichkariga ham kirib oldik. Hozir yuzim ozgina qorong'iroq bo'lishi mumkin, chunki orqada quyosh qolib ketdi. Xullas, biz hozir pastga tushamiz. Mana men bu yerda ko'radigan bo'lsanglar, yotoqxonani gaplashasizlar, pasportinglarni shu yerda to'g'rilaysizlar. Xalqaro studentlar uchun qilingan joy. Biz hozir pastga tushamiz. Mana bu yerda obedlanadi odamlar. Pastga tushganda uni ham ko'rsatganman-ku, oldingi videolarimda magazinlar bor. Mana bu yerda darslar ham qilib ketishadi. Mashta o'tiraman kechqurun 12:30 gacha agar darsimiz ko'payib ketadigan bo'lsa, qolgan paytlar o'zimizning xonada boshqa ishlarim qilaman. Futbol o'ynashim mumkin misol uchunda. Oldingi videoyimni ko'rmaganlar ko'rsatib ketay. Pastki qism shunaqa. Biz hozir sizlar bilan ovqat sotib olamiz. Narxini ham sizlarga keyin aytib beraman. Qanaqa ovqatligini ham ko'rsatib beraman. Men har doim Malayziyada bor, yaxshi taraflarini ko'rsatganman, lekin qiynalayotgan taraflarimni ko'rsatmayman. Mana bu nima?
Hozir men obed oldim, o'zim bilan sherigimga ikkita. Menda 20 ringit so'm pulim bor edi va 20 ringit so'm pulim bilan kirdim. Men aytdim unga, menda karta mumkinmi dedim. Chunki hamma pulim kartada, 20 ringit yetmaydi ikkita odamga. Keyin karta mumkin dedi. Keyin zakaz qildim. Kartamni bersam, yo'q, bunaqa xalqaro karta o'tmaydi dedi. Faqat so'm bera olasan dedi. Menda so'm yo'q, so'm bor, yetmaydi. Keyin men unga berdim. Qarzga yozib qo'yaman, keyingi safar berib ketasan dedi. Men qarz bo'lishi juda ham yomon ko'raman. Pulim bo'lib turib, lekin hozir to'la olmadim. Men mashinasiga Malayziyada ko'p qiynalaman. O'rganib kelishingiz kerak. Ya'ni qayerda xalqaro to'lovlar bor, qayerda o'zingizlarning kartalardan pul chiqaza olasizlar, naqd pul qayerda o'tadi, bilib kelinglar. Juda ham qiyin shu narsa. Hop, mana ovqatimizni ko'rinishi shunaqa bo'ldi. Lekin atak bularning ovqatlari ancha zo'r. Bu bittasi sherigimga, bittasi o'zimga, hozir sherigim keladi, kutolmay. Bularning ovqatlari mana shu bitta ko'rinishi bizga 27 mingdan tushdi. Ikkalasi bir 60 mingga to'g'ri keladi. Birat qo'shib turing. Mana shunaqa mashinalardan bitta olsanglar Malayziyaga kelganingizdan keyin ketamiz ham. Xo'taligini. Biz mana shunaqa joylar kesib o'raveramiz hali. Let's go. Mana Malayziyaning ko'chalari sizlarga aytsam. Bu endi chekka joylardan bizlar. Biz hozir masjidga haqiqiy shaharga borganimizni ham ko'rsatganman sizlarga birinchi videoda. Buni ham ko'ra olsanglar bo'ladi. Odamlar shunaqa mana. Mana hozir biz juma namozidan chiqdik, juma tugadi. Hozir biz o'zimiz universitetga yana qaytadan ketamiz. Faqat sizlarga kontent olish uchun biz endi malayziyaliklarning o'zini yashaydigan mahallasidan ketamiz. Mana sizlarga ko'rsataman. Buni oldin ham ko'rsatganman sizlarga qanaqa mahallaligini. Endi ichkaridan yaqinroq ko'rsatib beraman. Xuddi O'zbekistonning domlariga o'xshagan, prosta bo'ladi 5 etaj. Ko'rinishi shunaqa ekanda. Mana shunaqa yo'ldan ham yurib ketishaveradi. Mashinalari mana shunaqa uylarda yashaydi. Mana bunaqa joylarda detskiy plashatkalar ekan. Mana bolalar bo'tlarda chiqib bo'sh vaqtida o'ynasa kerak kichkina bolalar. Mana bu endi parkovka, mana mashinalarni shu tarafga qo'yishadi. Qiziq bo'ladi uylari, lekin ranglari ham bir chiroyli. Odamlari ham bir qanaqa? Normalniy, muomalasi bor. Spokойный. Qanaqadir bir shoshmaydigan xalq ekanda, qanaqadir joylarga o'zini ishini qilib, bemalol spokойный yuradi. Mana kirish joylari ham xuddi shunaqa. Mana faqat mashtaq kelib qolishar ekanda. Odam yurgan joyda vaqtim qarashmaydi. Bitta signalchalari o'girilmasangiz bo'ldi. U men qiziq ekan atakoy. Zo'r ekan. Men biz yoshlikda o'ynardik-da. Uydan nima qiziq narsa chiqsa topib olib chiqardik ko'chaga, hamma bolalar o'zini uydan nimadirlar topib o'ynardi shunaqa atakoy. Shunaqa mana. Kiyimlarini ilib qo'yishganini qaranglar, malaylar. O, atakoy. Shunaqa gaplar. Men o'zi universitetdaman. Mana biz jumadan ham keldik. Sizlarga ozgina ko'chalarni ham ko'rsatdim. Endi biz hozir o'zimiz universitetda Bivon degan korpusiga boramiz. O'tdi bizani guruhdagi a'zolar bilan, qarorchi o'sha yerdagi odamlar bilan video olishimiz kerak. Bizning assignmentimiz bor. Bu assignment xullas qaysidir fandan final examga o'xshagan narsa. Hozir sizlar bilan birga boramiz. Sizlarga bo'limni ko'rsataman bu yo'llarni. Mana ko'rayotganinglardek bu yotoqxonalar bor bu yerda. Boya bu joyga keldik, ko'rgan bo'lsanglar. Shunaqa gaplar. Agar meni videoyimni hozir yanvar, fevral yoki mart oyida ko'rayotgan bo'lsanglar, hozir bizlar avgust uchun, ya'ni o'sha sizlarga mashhur kuz fasli uchun qabul ochilgan Sami universitetida. Mana shu martgacha topshirsanglar, hozir bu universitetga 100% grant yutishingiz mumkin. Instagramda ham bu narsalarni aytib boraman. Bizning guruhdoshlar qayerdan hozir ko'ramiz. Bu yerda studentlar final examga tayyorlanyapti, har doim aytganimdek. Xo'p, birinchi navbatda mana shu narsalarni aytib o'taman sizlarga. Malayziya hozir ancha zo'r, bilasizlar. Narx-navolar ham ancha tushyapti bu yerda, kontraktlar narxini ham ancha tushirishyapti. Kelinglar, agar arzonroq davlat qidirayotgan bo'lsanglar, zo'r. Mana bizanikilar. O'zimiz o'zbeklar uxlayapti. Bo't, mana biz o'sha videoni market ichidan olishni boshladik. Mana shu joyda video olamiz.
tayyor bo'lganda keyingi videolarda sizlarga ko'rsatib beraman qanaqa video olganimizni. Menimcha do'stlar, hozir gaplarimdan keyin videoni tugatsak ham bo'ladi. Hop, mana ko'rdinglar, meni bir kunim hozircha qanaqa o'tdi. O'sha bizlar kech bo'lib qoldi, hozir uyga ketaman. Bizlar yana ekzaminlar bor, ularga tayyorlanishimiz kerak. Sizlarga endi Malayziyada o'qimoqchi bo'lsanglar, muhim gaplarimni aytib beraman. Bu gaplarga qarab turib, keyin hayotingizda bitta xulosaga kelasiz. Hop, Malayziyaga keladigan bo'lsangiz, men sizga o'qishlarni ochiq-oydin sizlarga hamma narsasini aytib beraman, ya'ni sharoitlari to'g'risida. Siz agar Malayziyaning o'zini universitetiga topshiradigan bo'lsangiz, o'qishingiz osonroq bo'ladi. Lekin siz xususiy universitetga topshiradigan bo'lsangiz, o'qishingiz ozgina qiyinroq bo'lishi mumkin. Chunki nimaga tushuntirib beraman. Hop, birinchi navbatda siz malayziyaliklarning o'zini shaxsiy universitetiga topshiradigan bo'lsangiz, ularda faqatgina final exam bo'ladi. Ungacha faqat darsga kelib borib yursangiz bo'ldi. Lekin siz menga o'xshab imminent Xiamen universiteti yoki Taylors yoki shunga o'xshagan Xitoy yoki xususiy universitetlarga topshiradigan bo'lsanglar, o'qish ancha qiyin bo'ladi. Kontraktni oldirib qo'yishinglar ham shunga yarasha ancha foizi balandroq. O'shaning uchun siz universitetga topshirasiz, misol uchun Xiamenga olsizmi, Xiamenda o'qish qiyinroq. Masalaga har doim Xiamenni yashash sharoitini, studentlarni, bu yerdagi campus life, umuman olganda Malayziyadagi hayotingizni ko'rsatib berganman, lekin o'qish ichida nimalar bo'lishini sizga aytmaganman. Hamma narsani ikkinchi tarafi bo'ladi, ikkinchi tarafini ham o'ylashingiz kerak. Mana o'qishlar boshlangan bo'lsa bizlar bir kun ham to'xtamaymiz. Har kuni o'qish kerak, har kuni nimadir yangilik qilish kerak o'qish bo'yicha. Chunki raqobat bor, raqobat kuchli. Agar bir kun dars qilmasangiz, nimadandir qolib ketasiz yoki fail bo'lishingiz mumkin ekzamenda. Bu degani hamma yutgan grantingizni oldirib qo'yib, to'liq kontraktni boshdan oxirigacha to'lab yurishingiz mumkin degani. O'shaning uchun har doim harakat qiling. Agar xususiy universitetga topshirgan bo'lsangiz, zo'r, ancha kuchliroq, qolganlarga nisbatan 2 barobar zo'rroq tayyorlanishga. Bu degani davlat universitetlari yomon, o'qish oson bo'ladi emas. Ularga ham tayyorlanishingiz kerak. Lekin imminent Xiamenni aytib o'taman, o'zim o'qiyotgan bo'lsam, qiyin o'qish juda ham. O'shaning uchun har doim tayyorlanib keling. Ingliz tilini zo'r biling, hech qachon ingliz tilini tashlab qo'ymang. Faqat IELTS uchun o'rganmang. Muloqot uchun, ustozlarni eshitish uchun, ekzamen topshirganingizda ham ingliz tilini topshirasiz. O'shaning uchun har doim hamma narsani oxirigacha zo'r qilib o'rganing. Bu yerda o'qish ancha yaxshi, faqat o'qish qiyin. Xo'p, meni gaplarim sizga shunaqa edi. O'shaning uchun harakat qiling. Men sizlarga qo'limdan kelgancha Malayziyadagi hayot, universitetlarning sharoitlarini ko'rsatib beraman. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda sizlar bilan ko'rishguncha, videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Sizlar bilan Mr. Sarakayn bo'ldi.